Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xrizantema so'rab har kuni telefon qilayotgan meni klientlarim. Xrizantema mana, mayskiy xrizantema mana, gulini kattaligini ko'ryapsizlar mana. Dubayda o'sgan holatda. Shoxlamagani ham bor buning ichida. Sarig'idan bor mana. Sarig'i ham chiroyli holatda. Keyingisi mana pushti mana boshqachasi, mana yonidagisi mana ichi sarig'i, bu yana boshqachasi. Chiroyli holatda. Hamma narxiga qiziqadi. Narxini bularni 20 ming so'm qilib beryapmiz. Keyin jo'natganda buketni desam hamma aka tomiri bilan jo'natasizmi? Tomiri bilan deyapti. Ha, mana shu holatda tomiri bilan jo'natamiz. Bular Dubayda o'sgani uchun bo'yi pakanaroq. Agar mana hozir aytganimdan bitta chiqib qoldi. Agar yerda bo'lganda bular ham shu 1 metr atrofida bo'lgan bo'lar edi. Sortlari bu yerda rang tanlashga imkoni yo'q, chunki o'zi oz qoldi bu yerda. Xrizantema o'zi kam qoldi. Sort tanlashda oq ham 3 xil. Oq bilandaqa ichi sarig'i bor, keyin oppoq bor. Ha, mana oppoq. Mana bitta tuvaki 2 xil, 3 xil ham qilingani bor. Bularning ochilmagan ko'chatlari ham bor. Ochilganlari mana shu holatda. Buketni xrizantema, mana shu buketni xrizantema bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Buketga sotiladigan shular bo'ladi. Yerga kelsa bo'ylari o'sadi. 1 metrga boradi. Buni o'tgan ranglari ko'p edi, bu yil sal ranglari kamroq. O'tgan juda rangi ko'p edi. Mana ko'rishingiz mumkin, ancha-muncha mana yerga yaxshi tomirlagani, u mana 1,5 metrga chiqib qolgan. Mana hozir qo'l bilan sug'uradigan emas. 1,5 metr atrofi keladi. Aloqaga chiqib olasizlar 99 328 1059. Xudo xolasa. Mana gulini kattaligini ko'rishingiz mumkin.